Hammaga xayrli kun azizlar. Bugun sizlar bilan shunaqangi oldi zamogli xalat tikamiz. Buni zamogini kim qanaqa qilib o'rnatadi bilmadim, lekin men o'zimni usulimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bilmaganlarga life hack bo'ladi deb o'ylayman. Bunda bizga kerak bo'ladi zamok necha santimetrli bo'lsa, shunaqa santimetrdagi klisterni kerakligicha qilib kesib olamiz. Tayyor pichilgan xalatimiz va dazmol. Kerakli santimetrdagi klisterni kesib oldim va buni o'rta qismidan ikkiga bo'lib chiqamiz. Mana klisterni ikkiga bo'lib tayyorlab oldik. Endi xalatni oldi qismiga surma qo'yadigan joyimizga tekislab qo'yib chiqamiz. Mana keyingi ishimiz etagidan keraklicha joy qoldirib, klisterni ustiga zamokni uchma-uch qilib qo'yib chiqish bo'ladi. Dazmolni albatta qizdirishga yoqib qo'yinglar. Bunaqa qilayotganimizda sabab shundaki, zamokni ilgarilari oddiy holatda pryamoy mashinada tikib ketardim. Material cho'zilib, zamok cho'zilmagani sababli to'lqin bo'lib qolardi oldi qismi. Shuning uchun shunaqa usuldan foydalanaman. Mana bir tarafini polni yopishtirib oldim. Ko'rishinglar mumkin. Tayyor yopishdi tekis holatda. Endi narigi tarafini o'girib, bir tarafini ham xuddi shunaqa qilib yopishtirib olamiz. Mana ikkinchi tarafiga ham xuddi shunaqa qilib klister chetidan qo'yib oldim. Buni tengma-teng qilib yopamiz. Bunaqa yopishtirib olib tikish afzaliy tarafi shundaki, ko'pchilik chevarlar bilishadi. Mana oldi qismini bir-biriga tekis keltirish xalatlarda, kurtkalarda juda ham qiyin bo'ladi. Buni zamok almashtirganda ham etagi ham, tepa qismi ham tepa past kelib qolaveradi. Zamok almashtirayotganda ham so'kib olgandan keyin xuddi shunaqa qilib yopishtirib olib, almashtirib bersanglar bittada chiqadi. Men doim shunaqa usuldan foydalanganim uchun zamok almashtirishda ham uncha qiynalmayman. Tayyor holatda yopishtirib olindi. Mana oldilari ham tengma-tenga kelgan. Tep-tekis turibdi ko'rganinglardek. Agar buni shunaqa yopishtirib olmaganimizda, oddiy tekis mashinada tikib ketaverganimizda, mana u cho'zilib, bunisi cho'zilmasdan oldilari to'lqinlanib, tepa tarafi ham bir-biriga teng kelishga bizni qiynagan bo'lgan bo'lardi. Hammaga rahmat, foydali bo'lgan bo'lsa, bizni kuzatishda davom etinglar.